Mana sizlarga bugun Klass Markant 55 press podborshigini ko'rsatib o'taman. Bu press podborshigimiz hali O'zbekistonda ishlatilmagan. Mana ko'rib turganingizdek kardanlari ham o'zining nemetskiy kardanlarigacha turibdi. Holati juda ham a'lo darajada. Mana birinchi porshinadan boshlaymiz buni. Porshin qismlarini ko'rsatib o'taman. Hali mana kraskalar ketmagan. Reduktorlari ham ochilmagan, zavodskiy holatda turibdi. Ijatkalari ham hali kraskalari o'chib ketmagan. Original holatdagi ijatkalari juda ham kam ishlagan apparat. Asliga hozir mana qalarini, ya'ni ip turadigan joylarini ko'rsatib o'taman. Mana o'zini germanskiy iplarigacha turibdi. Bu germanskiy iplari mol yuborsa ham hazm bo'lib ketaveradi. Hozir mana tikadigan joylarini ko'rsatib o'taman. Mana bu tikadigan joylari, o'zini original uchuvchilari, o'zini original magazinlarigacha hali turibdi. Bular alishmagan, hali zavodskiy holatda, vertolyotlari, chanalari hali original holatda. Kimga bunaqa press apparatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib o'taman. Bemalol aloqaga chiqinglar. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beraman.